bir ikki qiz hozirgi shu quruq talash tortishlarga yana ikki qiz gap qilgan bor. Bu talash tortishning ustidan emas-da, Uyg'ur xalqining shu narsalarni tushunish, qanday inkas qaytarish haqida. Xitoy chet eldagi faoliyatlarni to'xtatmaydi. Lekin chet eldagi faoliyatlarimizni parchalay oladi. Xitoy chet ellarda Uyg'urlarning tashkilot qurishini to'sanmaydi. Xalq adam xalq narsa kursi bo'ladi, xalq adam o'zini xuddi hozir ko'rgandek xilma-xil cho'ng unvonlar bilan atab ketaversa bo'ladi. Kimligi aniq olmagan onasining og'zidan onasining suti tomchib turgan tunigini o'ttirga chiqqanlar orqali mushuna qalaymakan qila oladi. Chet ellik Uyg'urlar hushyor bo'lish vaqti o'tib ketdi. Odam bo'lish kerak. Ma chet ellarda bo'layotgan narsani salmoq turib kuzatish kerak. Xitoylar diniy mollalarni yetishtirib dinni buzgandek, bu milliy davarimizni shu milliy tusga kirgizib buzadi. Hech kim men Xitoyga ishlatdim deb milliy davani buzmaydi. Men mustaqilchi etdim, men millatchi etdim, oqchi etdim, ko'kchi etdim deb davani buzadi. Hammamiz hushyor bo'lish bosqichidan o'tib ketib, hozir odam bo'laylik, oldi bilan odam. Ma ko'zimizdan ko'rinmasin, ma bo'g'anlarni ko'raylik, biroz salmoq bo'laylik. Bu nima uchun? Aşı dünya, Abdurrahman'ın gibi ben yana bir tekrarlayayım. Ben de şu okşaş fikirde Dünya Uygur Kurultayı'na karşı emas biz qarindaşlar. Dünya Uygur Kurultayı ben şu okşaş Abdurrahman'da söyleme. O bütün Uygurlarning teşkilatı emniyette. Lekin şu yani kontrolü ilavağan bir yerde mas siyasi satqınlığa ve siyasi solamçılığı var bir yerde. Emniyet. Aşı solamçılığının işçiden nemi üçün davamlılık mavut solamçını cıqraq çıqırıp koydu bular degan gap qolmayadi-ku. Nemi üçün ala eliq sahnege özü tushmay mavut cho'ng solamçını chiqirib qo'ydi degan chog'da bu shaxsiyatidami solamchilik bor buning-ku. Hamda bu eliqi masalan o'zining tenini satgan odamni turklarda o'ris bu deydi. İngilizce bitch, whore deydi. Bu eliqi whore, bitch, o'rispu degan gaplar Uyg'urchada ham jalab, dalvrayli bu gapni. Bu yolg'iz ayol kishiga qartilganda ko'rinib qoldi-ku bu gaplar. Ammo o'zining tenini satgan er kishiga nima deymiz bu yerda ham masalan bir xotin kishiga o'zining tenini satgan er kishi bo'lsa, uni nima deymiz? Buni Uyg'urcha buning kalimasimi yo'q buningda. Azdak ko'p da azdak ya hamda bu gap shu yerga bu qara buningda Uyg'urlarda chunki er kishining o'zining tenini sepib xotin kishiga qulug'an bunda bir er kishilar oz yo'q Uyg'ur tarixida shuningga buningda ilqi so'z tadqiq qilinmagan Uyg'ur xalqida bunda bir er kishiga bunda er kishilarga masalan Xitoy millatida vijdon degan insof degan ma'no bo'lmaganligi uchun millat masalan men nurg'un o'sha Xitoy tili o'qiganlardan so'rab baqdim insof deganning tarjimasi bormi Xitoychada desam teptaramidi chunki bir millatda shu narsa tajriba qilinmagan shu narsa ingidan o'tmagan narsaningki tilini tadqiq qilinmaydi ekanda masalan bizning Uyg'ur millatida erlerning o'zining tenini o'zidan kuchliroq ayollarga setishda buning ishlatilgan so'z yo'q. Endi bu shu Uyg'ur tarixida ko'rilmagan ashunda belki o'ris bu. Nima uchun degan chog'da Turkiyada yashayotgan vatanda Abay Abdurrahman dedi, vatanda ashoyliqi Xitoylarning cho'moqchi Dadojan, Shodojanimi bo'lmagan bir qobiliyatsiz birisi bu. Şunu bilan chatga chiqib qolgan, ashundaq bir maqsadlar bilan nalardan qanday chiqib qolgan endi emas. Turkiyaga kelib, jambaqamay o'zidan qari bir xotinni ilib, o'zining tenini qari xotinga satgan va o'zidan puli jiqraq bir xotinga. Endi buni erlarning ichidagi o'ris bu deymiz buni. Ya'ni inglizcha buni bitch deymiz. Shu Uyg'urcha jalab deymiz. Erning ichidan chiqqan jalab bu. Endi bunda adam nima bo'ldi desa, Mavu eliqi qolgan siyosiy so'lamchilar nima uchun davomli buni oldiga chiqarib qo'ydi desa, bu eliqi rasmiylar bunday aytgan chog'da o'ris bu-da bu.
Bunda orospuda ya nomusunmaydı ya Enişte değil, diplom var. ya diploma var kesbi cevap koyamdı. Bunda olan kim bu ya erkek olmaydı bunda kılgı bunda adamda ya ki bir erinin aldığı jügre avazını anlap baksan xotun kişininkiden better gıçın bir avazı var bununki. Bu ya bir erkekinin aldığı jügrep çıkıp nimdeyse dep bakkan erkek emas. Çünkü bu tenini xotun kişiga satkan jalap erkek bu. Endi bunda erkek endi aşu özünün tenini satkan şu qeyri xotun mu bunu qo'yib tuttu anlasak. Bu ne? Endi aşu qeyri xotun bilan tutgan uyini mu uy qilib tutanmagan bir manda beceriksiz ezilek bu. Endi bu aynı vaqtda şu Kanada'da devletde Cambaka may, Kanada'da ne yigitdek erkekler var. Ticaret kılıvatkan, dükkan içivatkan, aşkhane içivatkan, nimdeymiz, kuşkançılık kılıvatkan, çarı bekip setivatkan, iyilik tiklep erkekşidek yaşavatkan, güldek yaşavatkan bizden akiyine kırımdaşlarımız var aşağıda. Aşı tır deyimiz ki kuşak. Çoğu yük maşını aydap Amerika'nın, Kanada'nın bağımıga, yolları kalmıga jigittek akıllarımız, kırımdaşlarımız var. Ama mao Urus bu neymiş kıp yaşaydı dese birden Rabia Kadır'ın yeni gitmek diye bir maaş örüp kalamı gider. Birden ma Radio Fraser iltimas kıp diye bir ip kalamı gider. Aş birden üyede, birden biyede seferden bu yaşap baktı bu Uruspu. O ahire hiç kimden nep çıkmagandan keyin ketdi. Kanadaga yine ketipti. Endi Amerikaga kelgan vaqtida biz mesela aynı vaqtda o'tganki programlarimizda mı degandek Rabia Qadir Dünya Uyg'ur qurultayının başlık vaqtida Rabia Qadirni biz eg'ir tanqid qildigan vaqtlarimiz. Yani bu müstakillik davası yönünüşü burulup gitip vardı, bu avtonomiyalışıp gitip vardı, bu insan hakları davası teritoriyası kirkit vardı, bu müstakillik dava uzaklaşıp gitip vardı, bu Dünya Uyghur Kurultayı diyen tenkitlerini kığa vaktimizde Rabia Qadir'ga çapan işe, Rabia Qadir kaçaman maaş örüp kalaki de jüge vakları diye bu Urus bununki. Hem de aşındak vaklarda Rabia Qadir diyenini çapan işe Rabia Qadir'ni tanqid qilganlarga gap bermaydigan darajada javol nima deymiz valax takkur bir urus bo'lgandi. Endi bu hozir nima ish qilyapti desan, o'tdagan qo'pqan yerda Rabia Qadirni tillaydigan bo'lyapti-da. Mahavat burun biz Rabia Qadirni tanqid qilsak biz bilan so'qishgan odam hozir burun bunda bir onini nima uchun haqorat qilsa deydigan odam bizni hayron qoldiradigan darajada Rabia Qadirning shaxsiyatiga tegib turib tillaydigan yerga yetdi-da. Bu chunki Rabia Qadir maash vermedi bunga. Hozir endi aviliqi bir turkumlari bunga ancha-muncha pul beradi axsham bunga. Ham shuning uchun bu bir narsada bir insonning nima uchun mushunda qadam o'tirg'i chiqib qoldi? Qolganlari nima uchun mushuni jiqirab qishtirib, mushu nimishga shu xinin mijoz ovozlari bilan chiqib xotin kishdek ashari g'ing so'zlaydi desa, bu nomus qilmaydiganda bu. Buning yuziga tukasang, eti o'tib turib, ma'ajab Uyg'uroq tukurib atdinglar deb qo'ydiganlardan-da bu shu darajada yuzi qilinamdi. Endi bu bir aileni aynı vaqtda Türkiye'de aşk edip yalang'och qolgan chog'da bir qeyri xotin optika buni. Endi o qeyri xotin bilan yarimagandan keyin buni qo'yayotgandan keyin bu hozir uyada, bu yerda qiqindi so'qindi bu bir oilani tuzak tutolmagan bir beceriksiz. Endi bu bir davlat qurish degan narsa oilaga o'xshaydigan narsa. Bir oilada er kişide talağı çıkıp, canını bekip, ballarını, xotun balcaqısını baqalığa adam devletçilikki işindi. Ma devlet aileden kep çıkıdı, ma aileni can bekip, hatta işsiz kalsa talağı çıkıp, haru söylep bolsa mı, medikalık bolsa mı, özünün ailesini bakkan er kişilerle şineleydi bu. Aşındak ayal kişiler şineleydi. Mesela ayallarının işidi mi,
er kişiden better ayollarımız var bizninki. Naati canlık, ailenin manguzub atkan 4-5 balını aşı nini er kişilerini bir yerde koygudak bekip atkan Uygur hanım kızlarımız var. Hatta eğriden tul kalsa eğrinden tul kaldım demey aşı canını tikip ballarını en isli şaraitlerde bekip atkan ayollar var. Ama manındaki orus bula kanda dese bir kıyır xotun bunu asımı şu ailenin mi tüzek tutalmagan bir beceriksiz elbette devlet kuruşku kanda işin dokerindaşlar. Manını körpekşimiz gerek böyle. İnsanın nemilerini davat kallığını ve insanın şahsi hayatındaki turmuşu qarab baksak oludu. Bir insan er kişidek özünün balısını xotun balcaqısını talağı çıkıp nan tepip bakamıga er kişi hiç kaçan devlet kuruş emas. Emeliyetten mındattan çağda o bir addi bir dükkan kurpasan manguzamaydı bunda adam. Şundaqa.